Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Akbarjon va Anvarjon do'stlar. Bugun biz yana o'sha san'atni hujumda o'ynatamiz. Ikkinchi qism. Bu safar ancha qizig'roq bo'lishiga ishonaman. 4-5 ta bir tarkibda o'ynaymiz, chunki san'at bir o'zi hujumda o'ynash kerak. Siz unda boshlaymiz. Qani, ketdik. Birinchi o'yin Metsga qarshi ketdi. Biz akrobatika chiroyli gollar uramiz. Boshladik. Foden. Salom do'stlar. Men Anvarjon, Akbarjonning Sanov tezligini ko'ryapsizlarmi? Sanov mana haqiqiy o'zbek o'g'loni. Do'stlar zarbalarni qaytardi. Ularning posboni. Ularning posboni kuchli shekilli. Lekin Husanov ancha tezligi bilindi do'stlar. Qanaqa tezkorligi bilindi. Akrobatik, shtrafnoydan yana qanaqa tushirsamki, uzoqdan mana shu chosini qilishga harakat qilib ko'ramiz Husanov bilan. Yana 4-5-1 tarkibida. Husanovda o'zi hujumda. O'zi asal Shunaqa olish kerak. Metes hujumda. Metsda bitta ko'k bor ekan. Anchadan beri video chiqmagan, xafa bo'lmanglar. Agar videolarni yoqsa albatta. To'g'ri qiziq bo'lmaydi, unchalik men bilaman. Sana bar himoyachilik bilinadi shekilli do'stlar. Lekin himoyachimi Varatami farqi menga baribir u timda. Farqi yo'q menga. Bilas yutadi. Do'stlar, sizlarga savol beraman. Kimga yoqsa mana shu savol obuna bo'lib qo'ysa va kommentga hozir bir narsa aytaman. Mana eshitdilar. Bahorda sumalak yeyishmazdi. Qishda qorqo'ron o'ynashmazdi. Yozda cho'milishmazdi basseynda. Liboyda, xullas basseynda ham yaxshi. Sorba. Kuzda nima qilishmazdi? Komment yozib qo'yinglar. Topgan odamni mashhur qilib tashlayman. Eng uzoq kommentni anaqa beramiz. Eng uzoq? Eng ko'p yozgan, eng yaxshi yozganda. to'g'ri topgan. Sana solo bilan gol. Kalla ham yaxshi. So'r desa ham bo'ladi. Aniqsa Husanov ham bo'ydor, chaligi ham past emas. Ayrim zo'r futbolchilardan baland. Masalan, Luka Modric, Lamine Yamal. Yamaldan pas olsa kerak. Men qarab ko'raman. Qani? 186. Yamal esa. Yo'q ekan, qani futbolchi? Yamal 179. Yamaldan baland. Baland deb Yamal adashibman, uzr. Xo'sh. Endi iloji boricha uzoqdan urishga harakat qilamiz, menimcha. Ashunaqa haq qilamiz. Yo'q akrobatik, ular bittasini bacharamiz qo'lgan ekanlar. Akrobatik ham uruk-ku. Bo'pti. Akrobatik yoki uzoqdan. Shtraf qilib uraman. Lekin Husanov taqaman, chunki Husanov jarohat olsa keyin videosi chiqib ketadi. Yo'q, Husanov emas. Shida. O'zbekiston chiqib ketganidan xafa bo'lmanglar. O'ta kuchli buka tushib qolgan. Bilasizlar. Kongo yutsin. Yutsa bo'lardi. To'g'ri. Lekin bari yutganda hech narsa o'zgarmasdi-da. Xursand bo'lmam, menimcha unchalik xursand bo'lib qaytmasdi-ya. Baribir chiqa olmadi-ku. Chalay xafa bo'ldim. Lekin ko'rdinglarmi? Qaytganda anaqa guruh bog'chisining eng zo'r goli Eldor Shomurodovga tushdi. Juda O'zbekistonliklar xursand bo'ldi. Shuni o'zi ham bitta g'alaba. Endi shtraflashga harakat qilaman. Unchalik uzoqdan. Pastda
Çavuzolun. Ay. Kaçma. Hey. Rollede. Hayya. Abdülkadir. Çavuzolun. Hiç kim kalmıyor. Zorlar sizler çok sanır. Bu olmasa gerek. Sal yaqinroq ishlayman. Ukam uchun birinchi shart shu shtrafni urish. Do'stlar, ishtirok hech olmayapti. O'zimga ishlamay qo'y. Nima qilyapsan? Pas beryapman. Yaxshi pas. Dios Santosga yo'q Santoga emas. Santo umri bor pas bizga kerak. Wow, folder. Yaxshi. Sen tepaning. Golni qarang, golni. Mana qarang, necha metrdan to'g'ridan urmadi, lekin o'z tepadimi? Tepadi. 64. Men 90 dan urgizaman. So'nggi daqiqada hujum qilyapti men do'stim va o'yin tugamoqda. Husanovdan 2 gol va eng yaxshi o'yinchi bu Husanov. To'g'ri, endi shtrafnoylardan urishga harakat qilaman. Ularda Hein, Osh va keyingi jamoa Braga. Akamning nomi. Akkancha do'stlar. Bizda bular keldi. Ronaldo, Messi.